bugün. Ha hacga kelib, o'zingni roziligingni topmagunimizcha jonimiz olmag'in Parvardigor. Ey Robbim, duo qilaylik. Bütün islom diyorlarini tinch qilgin Parvardigor. Yer yuzini tinch qilgin. Yer yuzini islom bilan obod qilgin. Ey Robbim, qancha bemorlar chiqdi. Bemorona insonlar, banisalarda, xonadonlarda senda shifo umidida yotibdi. Ey Robbim, bemorlarimizga shifo kunli karamlar ato qilgin. Qancha qazdorlar sarson yuribdi. Qazdorlarga najot bergin Parvardigor. Qancha birodarlarimiz farzand talab, farzand ishqida yonyapti. Ey Robbim, befarzandlarga o'g'il so'raganga o'g'il bergin, qiz so'raganga qiz bergin. Hammalarimizga ikkalasini aralashtirib bergin. Ey Robbim, barchalarimiz zurriyotlarimizdan qori qurrolarni, olimu zabardastlarni, dinga, xalqqa, yurtga xizmat qiladigan aqli taqvolarni chiqargin. Ey Robbim, yana duo qilaylikki, qalblarimizda sendan so'ralmayotgan hojatlarimiz bor. Hojatlarimizni ravon, mushkullarimizni oson qilgin. Bizlarni bu yerlarga kelishimizga sababchi bo'lgan, ota hojiga borib keling, bola hojiga borib keling deb mablag' sarflagan farzandlarimizni Alloh salomat qilgin. Ey Robbim,